Endi SPF ilani bitta narsasiga e'tibor beringlar. SPF da 3 ta plus, bitta plus, 2 ta plus degan narsalar bor. SPF da ko'pchilik bunga e'tibor bermaydi. RA1+, RA2, 3+. Bu indeksi bor, quyosh nurini indeksi bor. Ya'ni Yevropa taraflarda 8-9 gacha maksimum chiqsa, bizda 13 gacha chiqadi bu indeks. Tasavvur qilinglar. Ayniqsa Xorazmda. Demak, sizni SPFlaringizda iloji boricha 3 ta plus bo'lishi shart. 2 ta, bitta plus, tim bo'li qish payti ishlatasiz uni yoki umuman Yevropa taraflarda yoki umuman salqin, havosi salqin, quyosh nuri aktiv emas joylarda ishlatishingiz mumkin. Lekin bizda O'zbekistonda iloji boricha yoz oyida 3 ta plus bo'lishi shart. Shunisiga e'tibor beringlar. CC tonalkalarda ham ba'zan 3 ta plus yoziladi. SPF himoyasi 3 ta plus. Lekin men har doim aytaman, CC tonalkalar o'zida chiqish ko'chaga 100% himoyani bermaydi. Bilmayman nimaga. Kosmetolog sifatida men shu qarorga kelganmanki, chunki CC dan keyin juda ham ko'p dog' tushib kelganlar bor yuziga. CC ni o'zida yurardim deganlar. Shuning uchun SPF suring. Oldin krem, ustidan keyin CC tonalkangizni sursangiz bo'ladi, o'rtoqlar. Demak, nima demoqchiman? Himoyani kuchaytiramiz. Juddi ham kuchaytiramiz. Iloji boricha chiqmaymiz hech qayerga, iloji boricha mashinada yuramiz. Mashinada yuribman-ku, 10 minutga borib kelaman-ku demanglar, baribir SPF bilan chiqinglar. Обязательно. Bu juda ham muhim. Endi uyga qaytib keldinglar, quyosh nurida yurdinglar, badaninglar kuygan bo'lsa, yuzga ham ta'sir qiladi. Shuni bilinglar. Ko'pchilik qo'lga surmaydi SPF. Bilasizlarmi? Qo'lga surmaydi, ochiq joylariga surmaydi. Surish kerak, chunki melanotsit shunaqa narsaki, qo'lingizdagi yoki badaningizdagi melanotsit ham yuzingizga ta'sir berishi mumkin. Chunki butun organizmning melanotsitlari bitta bo'ladi. Ehtiyot qilamiz, demak badanni ham ehtiyot qilamiz. Ba'zilar aytadi, yuzimga rosa SPF surdim, baribir qoraydim, baribir dog' tushdi deydi ba'zan. Bu badaningizni himoya qilmaganingizdan. Iloji boricha zontikda chiqinglar ko'chaga, chunki xanni kamaytiradi. Indeksi, ultrafioletni indeksini kamaytiradi zontik. Hech bo'lmaganda zontikda chiqinglar, badaninglar ham himoyada turadi. No, bo'yin sohasi, qo'l sohasi тоже har doim SPF da yurish kerak, o'rtoqlar. Buni hech qachon unutmaymiz. Sog' bo'linglar.